Assalomu alaykum. Juda ko'p savollar Savdat yorimna sizga qanday bog'lansa bo'ladi deganlar uchun nimagadir biz to'xtamasdan yozamiz, direktimizda ham yozamiz, telefon nomerlarini yozamiz. Demak, onlayn konsultatsiya hozircha yo'q. Chunki onlayn konsultatsiya qilishim uchun men vaqt ajratishim kerak. Yana ham onlayn konsultatsiyada mana offlayn yonimda o'tirganda shuncha gap gapirganimda undan keyin chiqib yana bitta vrach nazoratdagi vrach tushuntirganda zo'rg'a tushunishadi-da. Chunki meniki oddiy yoki bitta soha emasda, mana bitta faqat jigarni gapirmayman-da. Men bittada hamma joyda davosini tekshiraman va uni davosini berganim uchun meni har bitta konsultatsiyam offline. Ya'ni kelishingiz kerak. Tushuning, agar siz kelsangiz, butun meni bilimimni ola olasiz. Butun taftimni siz his qila olasiz. O'sha uchun agar kim menga qabulimga kelmoqchi bo'lsa, alohida ikkita raqamni ishlatib qo'yganman. Bittasi qabulxonadagi Sabohatxon faqat to'xtamasdan javob beradilar. Soati 8 dan 5 gacha 91lik raqamlar yozilgan. Mana shu raqamlariga qilsangiz Sabohatxon javob beradilar va bizning klinikaning qabulxonaning nomeri 71 270 89 14. Bu raqamlar esa bizning klinikaning o'zining raqamlari. 8 dan 5 gacha javob berishadi. Agar kimda qanaqa savollari bo'ladigan bo'lsa, qachon kelmoqchi bo'lsa, yozilmoqchi bo'lsa, mana shu ikkita raqamga siz murojaat qiling. Albatta, men haqimdagi, qachon kelish haqidagi hamma ma'lumotlarni berishadi. Marhamat, offline birgalikda uchrashgunimizcha xayr.